Mohida taqdim etadi. Yaxshi. Dori-darmon kerak bo'lmasa, men jelatin beraman. Haftada bir marta iste'mol qilish yetarli bo'ladi. Yaxshi, muammosiz. Unda go'shakni qo'yaman. Bu tasdiqlandi, hammasi joyida. Siz uni 4 soatdan keyin olishingiz mumkin. Yordamingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha. O xonim. Nima bo'ldi? Bu xonim Shen edimi? Ha, nima bo'pti? Doktor H uni raqamini so'radi. Haqiqatdanmi? Bunday bo'lishini kutmagandim. Sekinroq, batafsil gapirib ber. Bir yilla bariklari bilan tabiat kuchini his qilyapman. Afsus, barbekyu yegim kelyapti. Doktor H, sizning yozuvingiz chiroyli ekan. Bu juda achchiq. Bu safar nima qo'shishdi? Bu achchiq tam. Tarkibini ko'raylikchi. Jabaychu. Bu nima? To'q jigarrang rangda, hatto ko'rinishdan achchiq ko'rinadi. Danbi. Xo'sh, yana nimalar bor ekan? Kech bo'ldi. Nega uxlamading? Nima, uyqung kelmayaptimi? Men uxlashga yotyapman. Telefoningni yotishdan oldin ishlatma. Uni kamroq ishlatish uyqungga yaxshi ta'sir qiladi. Men sen joylagan postni ko'rdim. Lekin siz ham uxlamayapsiz. Agar telefonimga qaramaganimda qanday javob berardim? Yaxshi. Unda xayrli tun.
Xayrli tun. Buni o'zgartirish kerak. Judayam achchiq. Bloody gardenia. Qora rangli va achchiq. Buni ham olish kerak. Yana nimalar bor ekan? Prezident, judayam ajoyibsan. Nahotki hali ham uxlab yotibsan-a? Maktabga borib kelishga ham ulgurdim. Men orada bir marta uyg'ondim. Dush qabul qilgandan keyin yana uxlab qoldim. Qorning ochmi? Agar qorning och bo'lsa, otang senga nimadir tayyorlab beradi. Meni ishtaham yo'q. Men juda uzoq vaqt uxladim, boshim aylanyapti. Men sayr qilishga boryapman. Birga borasizmi? Yo'q, men bora olmayman. Sinov testlari tuzyapman axir. Oyi. Borishimni xohlaysanmi? Tez orada tanishuv shousi boshlanadi, ko'rishni xohlayman. Unda mayli, men esa havo almashtirgani ketdim. Dada, dorilarimni isitishga yordam bera olasizmi? Yaxshi. Yaxshi. Bular dori-darmonmi? Menda hali bor, tatib ko'rasizmi? Yo'q, rahmat. Uyqusizlikdan aziyat chekmayman. Nega bu vaqtda uchyapsiz? Kun bo'yi ishlab charchaganim tufayli ozgina toza havoga chiqqim kelgandi. Bu nima gap bo'ldi? Chang'ida uchmayman axir. Sizga taychi ko'proq mos tushadi. Shunda men dumaloq tugmachali kiyim kiyishim kerakmi? Ha, va unga mos poyabzal ham. O'zingga beparvo emasman deysan, ammo buni qiladiganlarning barchasi keksalar. Katta an'anaviy Xitoy tibbiyoti doktori. Agar u kattalar uchun bo'lmasa, nega bunday atalgan? Ko'rinishing bugun juda ham ajoyib. Qo'ysangizchi, men sizni masxara qilmayapman. Katta so'zi nafaqat yoshga tegishli, shuningdek u professional tajriba degani ham. Axir bu maqtov. Kechagi doringizdan keyin men ko'p uxlayapman. Bu foyda beryapti. Ha, bu yaxshi. Men bilan do'konga borishni istamaysanmi? Yaxshi, snek olaman. Qani ketdik. Siz nima sotib olmoqchisiz? Hali o'ylab ko'rmadim, buni ko'ramiz. O'zingchi? Dorilarni iste'mol qilsam ham kola ichishim mumkinmi? Albatta yo'q. Sprite'chi? Mumkin emas. Achchiq tovuqchi? U mumkinmi? Yana biror narsa kerakmi? Ha, mana buni olaman. Rahmat. Hammasi bo'lib. Mana bu kodni olib tashlang. Qara, men buni sen uchun sotib oldim. Bu shunchalik mazalimi? Nega har doim buni ichasan? Juda mazali. Sen ham sinab ko'rishing kerak. Xo'y. Hech nima. Xo'sh, mazalimi? Bu ajoyib, yalpizli ichimliklar ichishni yoqtiraman. Bu senga sovg'a. Nega menga shirinlik beryapsiz? Dorilar achchiqligini aytding-ku. Bundan buyon dorilardan keyin shuni yeyishing mumkin. Yalpiz va shakar og'zingdagi achchiqdanni yengillashtirishga yordam beradi va ichayotgan dorilaringga ta'sir qilmaydi. Yaxshi. Nimadir kulgulimi? O'ylashimcha sizning davolash uslubingiz juda samarali. Hatto konfetlarni ham shunchaki bermaysiz.
Aks holdachi. Men shunchaki senga konfet beraman va hayotingga baxt tilayman. Albatta, sog'lik tilash va uzoq umr tilash eng yaxshisi. 随伤害，我是笨蛋。 Qaysi binoda yashaysan Men o'zi? ikkinchi uyda yashayman. Mana bu yerda. Menga kelajakda javob bermasang, Xayr, buning uchun rahmat. arzimaydi. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. 这世界突然好可爱，也许太愚钝的脑袋不能传递我沸腾的告白。 Xiao hamda boshqalar kabi kunduzi shifoxonaga borasanmi? Sen bilan birga borishim mumkin. Men u yerda nima qilaman? Otang, professor hamda boshqalar. U yerda simpozium yo'q. Tushdan keyin sen unga hamroh bo'lishing shart emas. U shifokor. Simpoziumda nima qilaman axir? To'g'ri. Qo'y. Professor 2 yil oldin shahardagi shifoxonaga o'tkazildi. To'g'rimi? Bugun uchrashuvlar juda ham ko'pmi? Ko'pchilik juda ham bandkun. Juda ham tez ovqatlandik axir. Endi yaxshiroq. Ovqatdan keyin ish albatta. Ha, men ammo hozir juda ham ochman. Ovqatdan so'ng albatta ishlashni boshlayman. Janob doktor, 3-raqamli bemor kecha operatsiyadan chiqdi. Unga suv ichish mumkinmi? Ha, unga g'amxo'rlik qiling. Men telefonga javob beraman. Yaxshi. Eshitaman. Bu men. Sen tushdan keyin band bo'lasanmi? Qayerdasan axir? Men birja faoliyatida ishtirok etish uchun qanchaga keldim. Hozircha kelishmovchiliklar yo'q. Men shunchaki sen hamda Lijay oilasi bilan kechki ovqatni o'ylayapman. Men bugun bo'sh emas edim. Yaxshi, unda kelasi safar. Ishingni davom ettir. Janob Heshen jarrohlik amaliyotining ustasi. U jamoasi bilan bizning shahrimizdagi birinchi shifoxonaga katta yordam ko'rsatmoqda. Faoliyati davomida juda ko'p odamlarga yordam bergan. U bemorning ahvoli qanday ekanligini tezda biladi va tezkor ravishda tashxis qo'yadi. Mamlakatimizda bunday shifokorlar juda kam. Yurak kasalligini kamaytirish uchun bo'lib o'tgan munozarada shifokorlar ham ishtirok etadi. Qanchaga kelganida meni qidirish kerakligini bilardi. Doktor He.
就在眼前，闪烁明媚光线，把我心事统统察觉，多明显，我们之间一声心跳叠加，语言遇见爱情的起点，还是会想念，开始掉下。 Doktor H, nega soyabon olmadingiz? Nimaga qarayapsiz? Tezroq olib qoling. Siz balandsiz, menga noqulay. Meni kechir. Men birinchi bo'lib uyga ketaman. Yaxshi. Nima, gullar oldingmi? Bularnimi? Ha, yo'q, o'zim sotib oldim. Juda band bo'lganim uchun gul sotib olishga vaqtim bo'lmayotgan edi va nihoyat sotib oldim. Xo'sh, chiroylimi? Ha, judayam. Ha, men ham shunday deb o'ylayman. Bilasizmi nima? Lolalarning bu rangini topish juda qiyin. Lekin men sahihonimman. Shunday ekan, bu sizga. O'g'il bolalarga qizlar gul berishi odatiy hol emas. Men uni bemoringiz sifatida beryapman. O'z bemorini yaxshi davolayotgan doktor uchun. Qabul qiling. Rahmat. Biz keldik. Xayr. Sening soyaboning. Hammasi joyida. Boshqa safar qaytarib berasiz. Xayr. Doktor H. Bu gullarni qayerdan oldingiz? Ha, bu sovg'a. Olib ketish uchun ba'zi dorilarni olib kela olasiz. Marshinistlar va Magnoli. Yana kimgadir dori tayyorlab bermoqchimisiz? 1 daqiqa. Hozir ko'raylikchi. Qani, yoqimli ishtaha. Rahmat. Kuzatishni unutma. Albatta. Men boraman. Xudoyim. Tinchlikmi? Bunga bir qara. Mahalla chatiga chiroyli yigitning rasmini tashlashibdi. Bu yerga kel, qara, chiroyli, to'g'rimi? Yoshing nechida, axir? Juda kelishgan. Bu g'alayon nega kerak? Uyimizda bunday kelishgan odam yo'q. Chiroyli, shunday emasmi? Opa-singil Vanlar uning vechatini so'rashyapti. Unga qizlarini ko'rsatmoqchi shekilli. Anchadan beri guruhimiz bunchalik qizg'in bo'lmagandi. Hamma shu haqida gaplashmoqda. Haqiqatan iste'dodli va chiroyli yigit. Bu axir sen davolanayotgan shifoxona emasmi? Ha, aynan o'sha.
Bu men senga dori olib kelgan klinik axir. Orqa fon juda ham tanish. Zinapoya ham o'sha. Demak shunday. Rostdanmi? Qani berchi. Ushbu shifoxona bizning mahallamiz yaqinida. Meni qizim u yerga davolangani boradi. Nega bularni aytyapsiz? To'g'ri. Nega endi aytmasligim kerak? Sen uni ko'rdingmi? Sen u bilan tanishmisan? U bilan men tanish. Qo'riqchi ikkingizni birga ko'ribdi. Qo'riqchi? Menimcha u adashgan. Har kuni u yerga juda ko'p odamlar boradi. Bu aniq men emasman. Menimcha adashtirib yuborgan. Vaqt bo'libdi. Men shifokor ko'rigiga borishim kerak. Yoqimli Yaxshi, ishtaha. bora qol. Ushbu serial mohidab.net sayti uchun maxsus tayyorlandi. Serial keyingi qismlarini saytimizda kuzatib boring. Xonim, ichkariga ketyapsizmi? Buni bilaman, navbatga turing. Aks holda sizga ruxsat bera olmaymiz. Biroz kuta olasizmi? Kechirasiz. Shinxonim, qayta ko'rikka keldingizmi? Siz juda kech keldingiz. Doktorda tushlikkacha umuman bo'sh vaqti yo'q. Soat 12lar atrofida keling. 1 daqiqa. Soat 12lar atrofida kel. Ro'yxatdan o'tma, shunchaki eshikni taqillat va och. Yaxshi. Hechqisi yo'q, men keyinroq kelaman. Lekin nega bugun odamlar ko'p? Ularning hammasi sog'lom. Shunchaki doktor Hay kecha niqobsiz shifoxonaga kelgandi va buni kimdir suratga olibdi. Qo'riqchi doktor Hay shu yerda ishlashini hammaga tarqatib yuboribdi. Qanday dahshat. U nimaga niqobini yechmasligini bilasizmi? Bilmayman. Chunki bu holat oldin ham bo'lgandi. Ba'zi bemorlar doktor Hayning chiroyli yuzini ko'rishi bilanoq uchrashuvga taklif qilishgan. Shuning uchun ham uni rasmini bu yerga qo'ymaganmiz. Men ishga qaytishim kerak. Yaxshi. Hey, menga quloq soling. Amaki, noqulay his qilyapsizmi o'zingizni? Meni qizim shifokor, hali ham turmush o'rtog'i yo'q. Meni yuragim og'riyapti. Doktor, qizimga qarang. Qani? Ehtiyotkorlik bilan qarang. Yaxshi, juda ajoyib. Qarang. Buni ko'ryapman. Ana ular, ana. Bu aniq-ku. Niqobingizni yecha olasizmi? Agar uning ko'zlari va sochlariga qarasang, uni o'ylab o'tirishning hojati yo'q. Uning genlari a'lo ekanini aniq bilasan. Aslida genetik sochlar tushganda yaxshi emas. Agar men ham moyil bo'lmasam, buni ko'rishni xohlamaysizmi? Sizlarga eslatib qo'ymoqchiman, soat 12 bo'ldi. Ko'rik soat 1 dan boshlanadi. Bizda tushlik vaqti. Xiaolin, bu yerda menga yordaming kerak. Tushdan keyin keling iltimos. Doktorlar ovqatlanishi kerak. Biz ham odammiz. Tushlik vaqtidan keyin keling. Tun bo'lyapti. Keyinroq ko'rishamiz. Doktorlar dam olishi kerak. Biz tushdan keyin kelamiz. Xayr. Ular ketishdi. Chiqishingiz mumkin. Yaxshi. Bora qoling.
Doktor H, men shifoxonaga borgandim. Bugun bemor qabul qilmasligingizni aytishdi. Hamshiradan orqa eshikka olib borishini so'ra. Yaxshi. Qani o'tir bola. Rahmat. Aytgancha, nega siz bu yerdasiz? Tushlikka bormaysizmi? Hali bunga ulgurmadim. Ertalabdan beri olomon shu yerda. Zo'rg'a nafas olib, boqqa kirgani imkon topdim. Va shu paytda seni kutdim. Ha, unutay debman. Men sendvich sotib olgandim. Agar ovqatlanmagan bo'lsangiz, olishingiz mumkin. Suv xohlaysizmi? Sotib olaman. Ha, yo'q. Men uchun sendvich yetarli. Katta rahmat. Arzimaydi. Uni keyinroq yeyman. Ertaga do'konga borishga qanday fikrdasan? Ertalab ko'rikka yozila olmadim. Uyga esa borgim kelmadi. Film tomosha qilgani bordim. 11:40 da u tugadi. 20 daqiqa esa yo'lga ketdi. Shunday qilib 12 ga yetib keldim. Agar men seni Umuman uyga borgim kelmadi. Oyim shifoxonaga kelishimni biladi. U siz haqingizda tinmasdan savollar berdi. u yerda nima bo'ldi? Albatta sizni tanimasligimni aytdim. Bo'lmasa u sizni vechatingizni so'raydi. Keyin esa butun mahalladagilar sizni vechatingizni bilib oladi. Ha, bu juda qo'rqinchli. Xuddi shunday. Katta rahmat. Arzimagan ish. Doktor H. Bugun bo'lgan suhbatlar qanday o'tdi? Buni menga eslatma. Bugun nikoh qanchalar qo'rqinchli ekanini anglab yetdim. Men o'zimni otdek his qilyapman. Otlarni sotib olishdan oldin insonlar uning sifatini tekshirib olishadi. Sochlari, tishlari va boshqa paytlarda o'zimni go'sht bo'lagidek his qilyapman. Go'yoki muddatini so'rab sotib olayotgandek tuyuladi. Doktor H. Bir narsani so'rasam maylimi? Yoshingiz nechida? 30 yoshdagi. Siz 31 yoshdasiz va sizda bunday his-tuyg'ular bo'lmaganmi? Oilangiz turmush qurishga majburlamaydimi? Bobom meni majbur qiladi, ammo ish bilan band bo'lganim tufayli bu masalaga hali unchalik ham e'tibor bermadim. Ehtimol o'sha inson hali paydo bo'lmagandir-a? Qani, boshladim. Men ko'zlarimni yumib biroz dam olaman. IT yig'ilishi tugadimi? Kayfiyating yaxshi ko'rinadi. Qimirlama. Men sammitda bo'lganimni qanday bildingiz? Buni yangiliklarda ko'rdim. Meni televizorda ko'rsatishdimi? Qiziq, kadrda chiroyli ko'rindimmikin? Juda ham chiroyli. Ajoyib. Mehmonxonada nima qilasan? Mehmonxona qabulxonasida menejerman. Qabulxona direktori nima ish qiladi? Nima dahlizda mehmonlarni qabul qilasanmi? Yo'q, bu siz aytib o'tgan narsani mehmonxonani lobbi menejeri qiladi. Bizning asosiy ishimiz
Masalan, punktlarni tekshirish, mehmonlarga xizmat ko'rsatish, tadbirlar tashkillashtirish. Shu bilan birga uchrashuvlarni rejalashtiramiz va yana ziyofatlar uyushtiramiz. Masalan, bu safar biz sammit paytida juda band bo'ldik. Hamma qatnashuvchilarni bir joyga to'plash kerak bo'ldi. Ya'ni boshqaruv xizmatini yaxshilash uchun. Bundan tashqari juda ko'p ishlar bor edi. Masalan, to'shaklarni almashtirish yoki mehmonlar xohlashsa ular uchun kichik ziyofat uyushtirib beramiz. Ko'pincha ular xonasida ziyofat qilishni xohlashadi. Va bilasizmi nima? Men oxirgi paytlarda juda bandman. Men buni sezyapman. Haqiqatdan ham juda ham qiyin. 就像一阵温柔的风，初夏午后拂过心头。当指尖触碰温软的手，原来你也为我守候。听你说。红豆生的光，春来发几枝，珍惜手里时。爱你是我做过最好的事，芸芸众生你与我相知，想你是生命中最写在心间永不消失。Qani uyg'onsang-chi. Bu nimaning ifori? U juda yoqimli ekan. Men uni sezganimdan keyin uxlab qoldim. Burning juda ham sezgir ekan. Yaxshi, tur va poyafzalingni kiy. Atring o'z hidini yo'qotdi deb o'ylayman. Shuning uchun senga yangisini yasadim. Rahmat. Sen uchun dori-darmonlarga rioya qilish jadvali yasadim. Katta rahmat. Yuzingdagi bu ifoda nima? Nima bo'ldi? Nima, zaharlanishdan qo'rqasanmi? Yo'q. Doktor H, biz oltin mitni olib tashlashimiz mumkinmi? Albatta yo'q. Mayli, balki gardiniyani olib tashlash mumkindir. U ham yo'q. Yaxshi, unda olib tashlay olamizmi? Nima, tibbiy ko'nikmalarimga shubha qilyapsanmi? Yo'q, albatta bunday emas. Shunchaki dorilarni olganimdan keyin ularni tarkibini tekshirdim. Mit va gardiniya bir xil ishni bajaradi. Ikkalasi ham issiqlikni qovib chiqaradi. Ikkita bir xil vazifani bajaradigan dorilarni bitta retseptda berish shart emas, shunday emasmi? Bu oddiy qidiruv deb ataladigan narsa. O'ylaymanki, ko'p pul yo'qotishdan qo'rqasan, ammo ko'p pul topasan, Yo'q, to'g'rimi? albatta. Xo'sh, bu nimasi? Doktor H, oldingi safargi dorilar juda ham achchiq edi. Ba'zi insonlar yashash hamda o'qish qiyinchiliklarini ko'tarishi mumkin. Ammo oddiy Xitoy dorilarining achchiqligini ko'tara olmaydilar. Bular bitta narsa emas. Ayrim Xitoy shifobaxsh dorilari juda achchiq bo'ladi. Shunday qilib oddiy achchiqlikdan qochish. Nima, sen ularni o'rganib chiqdingmi? Juda ham tirishqoqsan. Rahmat. Menga ayt.
Olib tashlamoqchi bo'lgan boshqa dorilar bormi? Boshqa hech narsa. Ishonching komilmi? Doktor H, men sizga yordam berishni xohlayman. Nima bilan? Baho bering. Uzukka o'xshaydimi? Qo'lingiz. Qo'lingizni bering. Bu sizga. Rahmat shart emas. Nima, meni uylangandek ko'rsatishni xohlaysanmi? Sizga bera oladigan yordamim shu. Qolgan ishlar esa sizning aktyorligingizga bog'liq. Bergan xaltachangiz va dorilar uchun rahmat. Xayr. 多明显，我们之间为身心跳叠成语言，遇见爱情的起点，还是会想念，开始又想念，是你贴近光线，照亮我视线，让孤单多热烈，累积的了解，把未来翻越，终点之前。 Xolajon, qayeringizni og'riq his qilyapsiz? Shoshmang. Bu nima? Nikoh uzugi. Siz oila qurganmisiz? Nega qizimning ma'lumotlariga qarayapsiz? Ko'rishimni xohladingiz deb o'ylabman. Uning terisi qanday ko'rinadi? Xolajon, qizingizni terisi energiya va qon yetishmovchiligidan aziyat chekmoqda. Odamlarga nima bo'lgan? Hatto yaxshilab tekshirib ko'rishmaydi. U allaqachon oila qurgan ekan-ku. Xolajon, qizingizni yostiq qilib olib qolishingiz mumkin. Buni guruhga kim yubordi? Bu doktor allaqachon oila qurgan ekan. Qanday omadsizlik. Men bu doktorni qizimga mos deb o'ylagandim. Doktor H, bugun kechqurun do'stlarim bilan uchrashishim kerak edi. Dorilarni olishga vaqtim yo'q. Yordam bera olmaysizmi? Albatta. Doktor H, men uyim yaqinidagi bog'daman. Marhamat janob. Xo'y, menejer xonim. Qani bu yerga Qanday kel. tasodif? Otang allaqachon buyurtma berdi. Kela qol. Hoziroq uchrashuv joyini o'zgartir. Hoziroq. Javob kutaman. Yaxshi. Menga ber. Nega bu yerga kelding? O'tir. Taom hali ham issiq. Sizlar bu yerda nima qilyapsiz? Seni otang bugun ko'chada ovqatlanishni xohladi. Oying pishirishga majbur qildi. Men esa xohlamadim. Sousni ol. Yaxshi. Senga ham qo'shsam bo'ladimi? Juda ham ajoyib. 猪肉的啊，里边还有点水。哎呀，你 Nima qilyapsan? Chivinlar. Bu mavsumda chivinlar nima qilsin? Yo xudo, qani chivin? Yo xudo, buni to'xtat, qo'y qiz. Unchaki ovqatingni yesang-chi. 哎呀， Bunday qilishni bas qil, telefoning tushib ketadi.
tezroq ovqatingni ye. Menga hozirgina xabar keldi. Shifoxonadan dorilarimni olishim kerak. Ular meni kutishyapti ekan. Sen o'tir. Shunchaki sen uchun kira olib Shart emas, kelaman. men ovqatlandim. Tezda qaytaman. Allaqachon kech bo'ldi. Otang sen bilan boradi. Kerak emas, dadam siz bilan bo'lishi kerak. Men sizlarni ajrata olmayman. Doktor H. Siz shunchaki meni dahshatga soldingiz. Nimadir bo'ldimi? Siz to'satdan ota-onamning oldida paydo bo'ldingiz. Ular sizni tanib qolishidan qo'rqmaysizmi? Muammo nimada? Nega bu aynan sir? Agar ular sizni tanib qolishsa, albatta raqamingizni olishadi. Keyin bu rayonda yashovchilarning hammasida sizning vechatingiz paydo bo'ladi. Ha, bu ham to'g'ri. Buni unutibman. Ha, aytgancha. Mana dorilar. Ehtiyot bo'lib ushla. Ular birozgina og'ir. Rahmat. Haligi sen menga bergan narsa, u g'oyib bo'ldi. Ishni tugatganimdan so'ng uni topa olmadim. Men senga boshqasini sotib olib berishim Hammasi mumkin. joyida, kerak emas. U qimmat emas edi. Yordamim tekkanidan xursandman. Yaxshi. Unda men ketdim. Xayrli tun. Ko'rishguncha. Aytgancha. Uyga ketishda shoshilmang. Siz keyinroq keting. Ota-onam bizni birga ko'rib qolmasliklari uchun. Unda yaxshi. Xayr. Ko'rishguncha. Hamma narsa sirli ko'rinadi. To'rtinchi qism tugadi. Sizlar bilan Mohidab jamoasi bo'ldi. Ovoz berishda Jashu va Kendi ishtirok etishdi. E'tiboringiz uchun rahmat. 于是我等待，我徘徊，结果不算才坏，麻雀在窗台，成群结伴，阳光透进来。时代变太快，世人不断，变换词语来记载一段恋爱，或一场意外。因为你明媚了起来，这世界突然好可爱。也许太愚钝的脑袋，不能传递我沸腾的告白。爱是对美好的崇拜，决定好只对你偏爱。我的愚蠢，我的认真，只为一个人。因为你，我的笑容也多了起来。